Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozirda bitta obyektda turibmiz va bu obyekt haqida sizlar bilan ozgina gaplashamiz. Bu obyektga o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Juda ham chiroyli, juda ham sifatli holatda bitgan. Ranglariga bir e'tibor berasizlar, insonni qanchalik o'ziga tortadi. Va bu yog'iga chiroyli tarzda o'tilgan. Xo'p, endi bu obyekt haqida sizlar bilan to'liq ma'lumotni Bahromjon akamiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa bu obyektni bitkazib berdik. Qo'ldan kelgancha chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Sifati a'lo darajada oppoq holatda bitkazib berganmiz. Xo'p, Bahromjon aka, bu obyektimizga qanaqangi listlardan foydalanilgan? Bu obyektimizga 0.35 listdan foydalanganmiz. 0.4li list taqib bering deganda 0.35li list taklif qilganmiz. Vanna bo'lmaydi deb. Xudo xolasa vanna bo'lgan joyi yo'q. Xo'p, qanaqangi dizaynlardan foydalandinglar bu yerga? Bu yerga ichki dela bo'lgan, mana bu yer ichki dela uka, atrofi dela bo'lgan shaxmat 56li shaxmatdan foydalanganmiz. Listi ikkiga bo'lingan. Biz bu yerlarda tarnovlar ham qilib berganmiz. Bu obyektimizga jami 220 kvadrat ketgan tunuka 220 kvadrat listdan foydalanganmiz. Bu tarnovlari ham bor. Tarnovlarni ham ko'rsatib qo'ysangiz bo'laveradi. Suv oqar tarnovlari shu holatda bo'lgan. Karnizlari ham bo'lakcha chiroyli holatda karnizlar qo'yib berganmiz atrofiga. Bu yerda reykadan foydalanganmiz. Reyka 2/4 reyka, sasna reyka ishlatiladi. Xudo xolasa reykalarimiz ham qalin to'qiladi. Ishlarimizga xudo xolasa javob beramiz. Bizda garantiyasi bor, 15 yil garantiya beramiz tunukamizga. Bizga garantiya beradi baza. Biz olib kelayotgan joy garantiya beradi, biz ham garantiya beramiz. Do'stlar, agarda sizlarga ham shunaqangi chiroyli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Doim sizlarning xizmatinglardamiz.